O'zim hayronman to'g'risi. Shu 1,5 yil oldin galeriyaga ishlab turgan paytim Diana keldi. Diana taklif berdiki, men xohlaymanki, sen shu binolarga qatnash. Xursand bo'ldim. Men birinchi marta binolarga qatnashishim, o'zimning personal ko'rgazmalarim bo'lgan boshqa davlatlarda. Bu ham men uchun ajoyib taklif. Yo'nalishim bu street fotografiya, ko'cha fotografiyasi hamda dokumental fotografiya deyiladi. Bu o'sha yo'nalishim zamonaviy san'at bilan bog'liq. Men художественный fotografiya bilan ham shug'ullanaman-da. Dadam bir 15 yil, 20 yil oldin shunaqa vystavkalar bo'lishini juda ko'p gapirardilar-da. Uchiniklariga men shu O'zbekistonga, Buxoroga shunaqa binolar bo'lsin, ko'chalarga san'at asarlari qo'yilsin, juda bir katta narsa bo'ladi deb Buxoroga. Xudoga shukr, bizga ham bo'ldi. Ana binolarga SDF tashkiloti bosh-qo'sh bo'lyapti. O'zbek ijodkorlari uchun, dunyo ko'rishi uchun juda bir zo'r imkoniyat bu. Kollaboratorim mana Abdulvohid Buxoriy keramistlardan biri. O'sha kishining ayollari Dilnoza Karimova bilan birga kollaboratsiya qilyapmiz keramika bilan. Men xohladimki, men doim shu keramika bilan qilamiz. Pechat bumagaga bo'lmaydi-yu, keramikaga bo'ladi. Endi hozir shuni ustiga ishlayapmiz, qilsa bo'ladi, endi harakat qilyapmiz. Bu Ayozjon karmonsaroyiga o'sha arkalar bor, o'shaning ichiga bo'ladi. To'qqizta. Bu Buxoroga juda bir katta energiya beradi, katta bir san'atga insonlarning tushunchasi boshqa xil bo'ladi. Anglash qiyin bu narsani o'zi. O'sha uchun men o'ylayman, yana bu bizani butun bir san'at ahlini yoki insonlarni san'at taraflama dunyo qarashini boshqa xil qiladi deb o'ylayman. Xohlaymanki, shu eskiga qolarli darajada shunaqa chiroyli bo'lib o'tsin shu binolar.